Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim, aytish mumkinki, har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiladigan yangi qonun haqida gaplashamiz. Bu qonun kuchga kirdi va uning tafsilotlarini bilish. Uni tushunish sizning nafaqat moddiy ahvolingiz, balki kelajakdagi rejalaringiz uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizning mehnatimizga bo'lgan eng yaxshi minnatdorchiligingizdir. Endi esa asosiy mavzuga qaytamiz. Mamlakatimizda ko'chmas mulkni ro'yxatga olish, oldi sotdi sovg'a qilish yoki garovga qo'yish jarayonlariga oid yangi qonun kuchga kirdi. Bu qonun ko'chmas mulk bitimlarini amalga oshirish tartibiga jiddiy o'zgarishlar kiritdi va ayniqsa bu jarayonlarni raqamlashtirishga qaratilgan. Oldinlari ko'chmas mulk bilan bog'liq har qanday bitimni rasmiylashtirish uchun fuqarolar ko'pincha davlat notarial idoralariga murojaat qilishlari, hujjatlarning qog'oz shakllarini tayyorlashlari, uzoq navbatlarda turishlari va jarayonning sekinligi tufayli ko'p vaqt yo'qotishlari kerak edi. Bu nafaqat noqulayliklar tug'dirdi, balki ayrim hollarda, ayniqsa shaharlar orasida yoki chet elda bo'lgan shaxslar uchun katta muammolarga sabab bo'lardi. Hujjatlarni to'plash, ularni tekshirish, kutilmagan to'siqlar va ba'zan esa firibgarlik holatlari ham uchrab turardi. Masalan, bir kishiga bir nechta mulkni sotishga urinish yoki soxta hujjatlar bilan bitimlar tuzish holatlari afsuski haqiqat edi. Bu esa yuridik xavfsizlikka putur yetkazardi va odamlarning davlat idoralariga bo'lgan ishonchini pasaytirardi. Endilikda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun bilan ko'chmas mulk bitimlarining aksariyati to'liq raqamli formatga o'tkazilishi nazarda tutilgan. Bu degani ko'plab operatsiyalarni endi uyda o'tirib, kompyuter yoki smartfon orqali amalga oshirish mumkin bo'ladi. Asosiy o'zgarishlardan biri bu e-imzo deb ataluvchi elektron raqamli imzo tizimining keng joriy etilishi va davlat xizmatlari markazlari orqali taqdim etiladigan maxsus elektron platformalar orqali bitimlarni ro'yxatdan o'tkazish majburiyati. Bu yangi tartib har bir bitimning shaffofligini ta'minlaydi. Firibgarlik xavfini keskin kamaytiradi va eng muhimi fuqarolarning vaqtini tejalishiga yordam beradi. Endi siz mulkni sotish yoki sotib olish uchun bir necha marta idoralarga borishga majbur emassiz. Barcha zarur ma'lumotlar elektron bazalarda saqlanadi va ularga faqatgina e-ra orqali kirish mumkin. Bu nafaqat qulaylik, balki katta xavfsizlik kafolatidir. Keling, endi bu yangi qonun qanday ta'sir ko'rsatishini, kimlar uchun ayniqsa muhim ekanligini va kimlar unchalik tashvishlanmasa ham bo'lishini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda ko'chmas mulkka egalik qiladigan har bir shaxs, ayniqsa yaqin kelajakda mulkini sotishni, sotib olishni, hadya qilishni yoki garovga qo'yishni rejalashtirayotganlar diqqatli bo'lishlari kerak. Bu yangilik sizni bevosita qiziqtiradi. Masalan, Toshkentda yashovchi Ahmed aka, 65 yoshli nafaqaxo'r, o'zining eski dala hovlisini sotib, shahardan kichikroq kvartira olmoqchi edi. Avvalgi tizimda u notariusga borishi, dalovli hujjatlarini, kadastr hujjatlarini, pasportini olib borishi va uzun navbatlarda turishi kerak edi. Har safar qandaydir bir hujjat yetishmasa, qayta borishga majbur bo'lardi. Endi esa Ahmed aka avvalroq davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'zining e-imzosini olish kerak bo'ladi. E-imzo bu shaxsiy guvohnomangizning raqamli analogi bo'lib, uning yordamida siz internet orqali huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan hujjatlarni imzolashingiz mumkin. Ahmed aka o'zi imzosini olgach, My.Taqaf uz portaliga kirib, dala hovli haqidagi barcha ma'lumotlarni tekshirishi, xaridor bilan kelishuvga erishgach, bitimni elektron tarzda rasmiylashtirishi mumkin. Masalan, sotish summasi 300 million so'm bo'lsa, avvalgi tizimda notarial xarajatlar va davlat bojlari bir muncha yuqori bo'lishi mumkin edi. Shu bilan birga jarayonning kechikishi natijasida Ahmed aka xaridor bilan kelishgan pulni vaqtida ola olmasligi ehtimoli bor edi. Yangi tizimda esa xarajatlar aniq tariflar asosida hisoblanadi va ba'zi xizmatlar uchun imtiyozlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Jarayon esa tezlashadi. Misol uchun yangi tartibga ko'ra bitimni elektron platforma orqali amalga oshirishda davlat bojining 2% gacha kamaytirilishi nazarda tutilgan. Bu esa Ahmed akaning 3 million so'mlik dala hovlisi uchun bir necha million so'm tejash imkoniyatini beradi. Ikkinchi misol, yosh oila Dilnoza va Akmal Toshkentning yangi mavzesidan 2 xonali kvartira sotib olmoqchi.
Ularning ilk uy-joyi bo'lgani sababli ular jarayonning har bir bosqichida juda ehtiyotkor bo'lishadi. Avvalgi tizimda ular uy egasining hujjatlari haqiqiyligini tekshirish uchun ko'p vaqt va kuch sarflashi, firibgarlikka uchramaslik uchun qo'shimcha xizmatlarga pul to'lashlari kerak bo'lardi. Yangi qonun tufayli ular o'z imzolari bilan MyTokagov uz portaliga kirib, sotilayotgan kvartira haqidagi barcha ma'lumotlarni, uning tarixini, egalik huquqini, qarzlari bor yo'qligini bir zumda tekshirishlari mumkin. Elektron tizim barcha zarur ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va hujjatlarning soxta ekanligini aniqlash imkoniyatini deyarli nolga tushiradi. Ular kvartira egasi bilan kelishgach, elektron bitimni rasmiylashtirishadi. Avvalgi tizimda bu jarayon 2-3 haftagacha cho'zilishi mumkin edi. Chunki notarius hujjatlarni tekshirishi, kadastr organlaridan ma'lumot so'rashi kerak bo'lardi. Yangi tizimda esa agar barcha hujjatlar elektron bazada bo'lsa va tomonlarda imzo bo'lsa, bitimni 2 kun ichida yakunlash mumkin. Masalan, yangi qonun qabul qilingunga qadar uyning kadastr qiymati 2,5 million so'm bo'lsa, uning oldi sotisi uchun notarius va davlat bojlari taxminan 2% tashkil qilar edi, ya'ni 3,2 million so'm atrofida. Yangi tizimda esa bu miqdor 0,1% gacha tushirildi. Elektron ro'yxatga olishda bu esa 25 million so'm bo'ladi. Natijada Dilnoza va Akmal 2 million so'mni tejashadi. Bu yosh oila uchun juda katta yordam. Kimlarga bu qonun unchalik ta'sir qilmaydi yoki hozircha tashvishlanmasa ham bo'ladi. Asosan, ko'chmas mulkka ega bo'lmagan, uyni ijarada turadigan, yaqin kelajakda ko'chmas mulk bitimlarini amalga oshirishni rejalashtirmagan shaxslar. Masalan, talabalar, ishchilar, shaxsiy mulkiga egalik qilmaydiganlar bu qonunning to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini hozircha sezmaydilar. Biroq shuni unutmangki, har bir fuqaro kelajakda mulk sotib olishi yoki boshqa turdagi bitimlarni amalga oshirishi mumkin. Shuning uchun imzoni oldindan olish va tizim haqida ma'lumotga ega bo'lish har kim uchun foydali bo'ladi. Axir ertaga siz ham biror mulkni ijaraga berish, sotib olish yoki hadya qilish holatiga tushishingiz mumkin. Endi esa bu yangi tizimning istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari haqida gaplashaylik. Birinchidan, ba'zi turdagi bitimlar hali ham an'anaviy tartibda amalga oshirilishi mumkin. Masalan, sud qarori asosida mulkning egasini o'zgartirish yoki garov bitimlari bilan bog'liq bo'lgan ayrim murakkab holatlar hali to'liq raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi mulklar, masalan, yodgorlik ahamiyatiga ega bo'lgan binolar yoki alohida muhofaza qilinadigan hududlardagi mulklar uchun qo'shimcha ruxsatnomalar talab qilinishi mumkin. Bu esa elektron ro'yxatga olish jarayonini biroz murakkablashtiradi. Misol uchun, agar siz Samarqanddagi eski mahalladan tarixiy ahamiyatga ega uyni sotib olmoqchi bo'lsangiz, nafaqat elektron bitim tuzishingiz, balki Madaniyat vazirligining tegishli bo'limidan ham ruxsat olishingiz kerak bo'lishi mumkin. Bu holatda elektron tizim sizga umumiy jarayonni tezlashtirsa-da, maxsus talablarni bekor qilmaydi. Ikkinchidan, eng katta tuzoqlardan biri bu raqamli savodxonlikning pastligi bo'lishi mumkin. Yangi tizim imzo elektron platformalardan foydalanishni talab qiladi. Ba'zi fuqarolar, ayniqsa keksalar, bu texnologiyalardan foydalanishda qiynalishlari mumkin. Firibgarlar bu vaziyatdan foydalanib, o'zlarini davlat xizmatlari vakili sifatida ko'rsatishlari, soxta saytlar orqali imzo ma'lumotlarini o'g'irlashga urinishishlari yoki mulk bitimlarini raqamli shaklda amalga oshirishda yordam berish niqobi ostida aldashlari mumkin. Masalan, sizga MyBankGo'ga o'xshash nomdagi, lekin bir harfi boshqacha bo'lgan soxta veb-saytga havola yuborishlari mumkin. Agar siz unda imzo parolingizni kiritadigan bo'lsangiz, firibgarlar sizning nomingizdan har qanday bitimni amalga oshirishlari mumkin. Bu esa juda xavfli. Shuning uchun faqatgina rasmiy va tasdiqlangan veb-saytlardan foydalanishga imzo ma'lumotlaringizni hech kimga, hatto yaqin qarindoshlaringizga ham bermaslikka qattiq rioya qiling. Har doim sayt manzilini 2 marta tekshiring. U MyBankGo'ga yoki DXBankGo'ga kabi rasmiy nomiga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Uchinchidan, ba'zi noaniq nuanslar. Masalan, chet el fuqarolari yoki O'zbekistonda doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar uchun imzo olish tartibi biroz farq qilishi mumkin. Shuningdek, ularning mulk bitimlarini amalga oshirishda qo'shimcha cheklovlar yoki talablar mavjud bo'lishi mumkin. Agar siz shunday toifaga kiradigan shaxs bo'lsangiz, avval davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'zingizning holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot olishingiz shart. Yoki ko'chmas mulk qisman davlatga tegishli bo'lgan holatlar bor.
Masalan, ba'zi uy-joylar davlat xususiy sheriklik asosida qurilgan bo'lsa, ularni sotish yoki boshqa bitimlar tuzishda qonuniy nuanslar paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda elektron tizim ba'zi cheklovlarni avtomatik ravishda ko'rsatishi yoki qo'shimcha hujjatlarni talab qilishi mumkin. Bu jarayonni sekinlashtirishi mumkin, ammo xavfsizlikni ta'minlash uchun zarurdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Birinchi qadam, e-imzoni oling. Bu eng asosiy talab. E-imzo olish uchun siz davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz kerak. O'zingiz bilan pasportingizni oling. Arizani to'ldirib, bir necha daqiqa ichida e-imzo uchun kalitni va parolni olasiz. Bu kalit fleshkaga yoki maxsus diskka yozib berilishi mumkin. E-imzo har yil yangilanadi, shuning uchun muddatini nazorat qilib boring. Agar sizda e-imzo bo'lmasa, siz elektron bitimlarni amalga oshira olmaysiz. Tasavvur qiling, sizga kutilmaganda juda foydali bo'lgan bir mulkni sotib olish imkoniyati keldi. Ammo imzo yo'qligi sababli bu imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Shuning uchun bu birinchi va eng muhim vazifa. Davlat xizmatlari markaziga borganda, u yerda xizmat ko'rsatish narxi uchun taxminan 20-30 so'm to'lashingiz talab qilinishi mumkin. Bu minimal xarajat hisoblanadi. Ikkinchi qadam, o'z mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. My.Gov.uz portaliga e-imzo orqali kiring. U yerda ko'chmas mulk bo'limini toping. Bu bo'limda sizga tegishli bo'lgan barcha mulklar, ularning kadastr raqamlari, maydoni, egalik huquqi va boshqa ma'lumotlar aks etadi. Bu ma'lumotlar bilan pasportingiz va kadastr hujjatlaringizdagi ma'lumotlarni solishtiring. Agar qandaydir nomuvofiqlik bo'lsa, zudlik bilan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ma'lumotlardagi xatoliklar kelajakda bitimlarni amalga oshirishda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, agar sizning kvartirangizning maydoni elektron bazada 6 kvadrat metr, lekin kadastr hujjatlarida 6,2 kvadrat metr deb ko'rsatilgan bo'lsa, bu farq bitim jarayonida to'xtab qolishiga sabab bo'ladi. Siz bu xatolikni tuzatish uchun qo'shimcha vaqt va resurs sarflashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun oldindan tekshirish juda muhim. Uchinchi qadam, raqamli platformalar bilan tanishing. My.Gov.uz portalidan tashqari ko'chmas mulk bitimlari uchun mo'ljallangan boshqa rasmiy platformalar ham paydo bo'lishi mumkin. Ularning funksionalligini o'rganing. Qanday bitimlar uchun qaysi platformadan foydalanish kerakligini bilib oling. Bu portallarda qanday hujjatlar elektron shaklda yuklanishi kerakligini, ularni qanday to'ldirish kerakligini tushunib oling. Odatda bu hujjatlar mulkning kadastr pasporti, shaxsiy guvohnomalar, texnik pasportlar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Agar siz elektron hujjatlar bilan ishlashda qiynalsangiz, davlat xizmatlari markazlardagi xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga jarayonni tushuntirib berishlari kerak. Bundan tashqari, elektron bitimlar uchun ko'rsatmalar, video qo'llanmalar shaklida ham mavjud bo'lishi mumkin. Ularni o'rganishga vaqt ajrating. 4-qadam. Shaxsiy ma'lumotlaringizning yangilanganligiga ishonch hosil qiling. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, familiya, ism, manzil va boshqalar. Bu o'zgarishlar barcha davlat bazalarida aks etganligiga ishonch hosil qiling. Mulk hujjatlaringizdagi ma'lumotlar shaxsiy guvohnomangizdagi ma'lumotlarga mos kelishi shart. Agar kelishmovchilik bo'lsa, uni bitimdan avval bartaraf eting. Aks holda elektron tizim bitimni rad etishi mumkin. Masalan, agar siz turmush qurganingizdan keyin familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, lekin kadastr bazasida hali eski familiyangiz turgan bo'lsa, siz mulkni sota olmaysiz yoki sotib ola olmay qolishingiz mumkin. Bu muammolarni bartaraf etish uchun siz Adliya vazirligining fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish FHD organlariga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni yangilashingiz kerak. 5-qadam, firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Yuqorida aytib o'tganimdek, firibgarlar yangi tizimdan foydalanib aldashga urinishlari mumkin. Hech qachon e-imzo parolingizni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni notanish shaxslarga bermang. Shubhali veb saytlarga yoki elektron pochta xabarlariga ishonmang. Har doim rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanib ish ko'ring. Agar sizda biron bir shubha paydo bo'lsa, darhol huquq tartibot idoralariga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Masalan, sizga bank nomidan elektron pochta kelib, unda sizning hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni yoki e-imzo parolingizni yangilash talab qilinishi mumkin. Aslida esa bu phishing hujum bo'lib, sizning ma'lumotlaringizni o'g'irlashga urinishdir.
Banklar va davlat idoralari hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni elektron pochta orqali so'ramaydilar. 6-qadam. Professional yordamdan foydalaning. Agar siz elektron tizim bilan ishlashda qiynalsangiz yoki bitimning yuridik jihatlari sizga noaniq bo'lsa, malakali yurist yoki notariusdan maslahat olishdan tortinmang. Ko'chmas mulk bitimlari juda muhim va jiddiy masalalar bo'lib, ularda xato qilish qimmatga tushishi mumkin. Mutaxassislar sizga barcha jarayonlarni to'g'ri tushunishga va qonuniy ravishda amalga oshirishga yordam berishadi. Ba'zi xizmatlar uchun to'lov qilsangiz ham bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolarni oldin olishga yordam beradi. Masalan, mulkning yuridik tozaligini tekshirish, shartnomalarni to'g'ri tuzishda yurist yordami bebaho bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, yangi qonun ko'chmas mulk bitimlarini ancha soddalashtirishi, shaffofligini oshirishi va firibgarlikni kamaytirish kutilmoqda. Bu bizning jamiyatimizdagi iqtisodiy munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqadigan muhim qadamdir. Biroq bu o'zgarishlar sizdan ham faollikni, yangi bilimlarni egallashni va ehtiyotkorlikni talab qiladi. Shuning uchun yuqorida aytilgan tavsiyalarga rioya qiling. O'zingizni va mol-mulkingizni himoya qiling. Ushbu videoda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu haqda sizning fikringiz qanday? Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, albatta yozing. Ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha